O'zingni puyni. Shofyor ruschani ozman tushunar ekan. Ruscha gaplashuvdik, mendan Rossiyadan bo'ylab ruscha qo'shiqlarni qo'yib beryapti. Mayli, eshitib ketyapmiz. Hozir unga O'zbekistonni qayerdanligini tushuntirib ham bo'lmaydi. Nairobi shahridagi supermarketlarga kirdik. Bir narx-navolar agar sizlarga qiziq bo'lsa, ko'rsatib o'tib ketamiz. Qayerda nimasi bor. Kirishda archa, da уже yangi yil yaqin. Archa. Archa, jon archa. Yaproqlaringni necha? Salkam 1 million ekan. Mana shu archamiz bor. Mana bunisi. U orqadagi kattarog'i Yo'q, kattaroq emas ekan, ana polkaning ustida turibdi ekan, bir xil ekan, xullas. Suvlik apparatni ko'rdim, lekin sutligini hali ko'rmagan ekanmiz. Ajoyib sut. Bu sigir отдел ekanda, o'sha uni sut tushgan apparat. Mana hammasi sut mahsulotlari, yogurtlar, qaymoq, hammasi sigir bo'limi. Sigir haykalni qo'yib qo'yibdi katta qilib. Mana bu yogurtlar. Xo'p, necha raqam bo'lsa o'shani 100 ga ko'paytiraverasiz. Mana 4900 so'm ekan. 5000 so'mda. Nimalarda 200 ming, 300 ming edi-ku yogurtlar. O'shaning uchun icholmay qoldim. Mana u 10 ming so'm ekan. Bu yerda o'sha Djibutida qolib ketgan normani yetkazib olishim kerak, bajarib olishim kerak. Olamiz buni. Yogurt qulupnaylik 3800 so'mdan ekan yosh bolalar sutlari. 10 litr ekan mana. 10 litrligi 29000 so'm. Bulari 52 mingdan kattaroq. Bu haliginga qo'yiladigan, menimcha apparatga qo'yiladigan. Apparatga 18 litrligi 52 ming so'm mana. 1 litrli suvlar 6 ming so'mdan, 6 ming so'm mana 1 litrli suvlar. 1 litr 6 ming so'm. Ya'ni 60 shilling 100 ga ko'paytirsa 6 ming bo'ladi. 100 ga ko'paytirsa o'zimizni so'mga nisbati kelib chiqadi. Bu kichkinalari mana 2900 so'm, 3000 so'm har xil. Bu yerda esa har xil. Bular sodalar, mana bu yerda ichimliklar. Ichimliklar ham unchalik qimmat emas, 8000 so'm. Deyarli O'zbekiston bilan bir xil ekan. Mana 11000 so'mliga bor ekan, bitta sal qimmatroq ekan. Qolgani atak O'zbekiston bilan bir xil. O'zbekistonda ko'p tarqalgan Fanta ko'lari 7000 so'mdan. Mana 05 Fantalar. 1 litrlilari 13000 so'm. Va mana 2 litrlik 15900 so'm, 16000 so'm ekanda. Fantani turidan bor ekan mana. Avtomat kirib olgan mashinaga 214000 so'm. 214000 so'm. Qimmat emasmi? O'zi shunaqa bo'lar bu narxlar. Odatda men kirma qo'lda yurganim uchun avtomat kir mashinaga hech ishim tushmagan ekan mana. Avtomat kirib yuborgan mashina. 3 litr. Non bo'limi. Pechenyelar. Xo'sh. Bizda eng ko'p tarqalgani qaysi biri endi? Ruletlar 23 ming, mana shunisi. Kekslar mana 24 ming. Bizda eng ko'p tarqalgani qaysi biri endi? Shular asosan kekslar. 17900 so'm, mana bunisi.
Xo'sh. Bu yoqqa pishiriqlar. 9,5 ming so'm ekan mana bu. Keksmi? Pirog. 19.500 so'mga mana shu sarig'ini oldik. Bitta. Mehmonxonaga borib yeyman. Mevalar ananas 9.900 so'm, deyarli 10.000 so'mda donasi, har bir donasi. 10.000 so'mdan arzon lekin. Bananlar. Xo'sh. Mayda banan 19.900, 20 mingda. Mayda banan bizda O'zbekistonda lekin sal qimmatroq. Bu yerda arzonroq ekan. Sifatli bo'ladi-da. Shuni hammasini olib qo'ya qolaman. Faqatgina shu Afrika davlatlarida ko'ryapman-da, Torvuzda mashina qilib so'yib sotishadi hammasi. Bu esa tabiiy soklar. Tabiiy soklar, mango. Bunday narxi 25 ming so'm mana, 24.900 so'm. Tabiiy ular hammasi. Lekin meva olsangiz, o'sha mevasiga yetmaydi. Mana shu tayyor suyulgan toruzlar narxi 9.900 so'mdan, ya'ni 10.000 so'mdan hammasi. Ichlari po'k ekanda. Mayli, bittasini tanlaymiz. Shunisi ozgina ko'zga yaxshiroq ko'rinyapti. Ichlari po'k ekan uni. Svejiy emas. Mana shu to'rtdan bir qismi ham 10.000 so'm ekan. 10.000 so'mga uni ostiz ham bo'ladi, buni ostiz ham bo'ladi. Ikkalasi ham 10.000 so'm, bu ham 10.000 so'm. Biz shunisini ola qoldik. Lekin bu solishtirsa bunisi kattaroqqa o'xshar ekani, narxi bir xil. Bu yerda esa butun tarvuzlar 8,5 ming so'mdan kilasi. 1 kilasi 8,5 ming so'm. Va endi ko'plab mevalar, nomini ham notanish, O'zbekistonga notanish bo'lgan mevalar ko'pchiligi. Bu yerda esa tayyor to'g'ralgan sabzavotlar. Shunga olasida to'g'ri ovqatga qo'shib yuborasiz borib. Biz endi mashinamiz yo'q, ovqat qilmaymiz, shuning uchun mana shuni yevasak ham katta gap. Bu yerga to'lov qilamiz ekan hozir. Ovoz deyadi aka. 134 ming ekan o'sha mana to'g'rimizda ko'rib turgan. Chekasida ozgina nimasi bor, suvagi bor ona. Qolgan joyi lahm. 134 ming kilasi. Mana 99 ming so'm. Ana bu 135 ming ekan ona. To'g'ramasi. 135 ming, yomon emas. Mana bu xaparog'i 62 ming ekan 1 kilasi. Mana 89 ming yog'lik go'sht ekan. Mana 124 ming. Xullas eng yaxshi go'shi mana 174 ming. Mana u qayer ekan 174 ming. Ko'rinishidan xapa go'shtga o'xshayapti, lekin narxi eng qimmati mana shu ekan. 174 ming. Hozir mana bu ko'rib qoldim. 29.930 ming so'm. Bizda O'zbekistonda qimmat lekin bular. Ammo yagitkalarni qaranglar. 17.900, 18 ming so'm. Bu ham O'zbekistonda ancha qimmat. Bu yerda arzon ekan. Tak, qulupnaylar 30 ming so'mdan. 29.900. Bor yo'g'i bitta narsa olaman xolos deb ozgina qilib karzinkamiz ancha jonlanib ketib qoldi. Endi mashinamiz yo'q, shuncha narsani ko'tarib yurish muammo. Mehmonxonadan mehmonxonaga ko'tarib o'shaning uchun sal to'lib qolmasdan oldin qochaylik endi bu magazindan. Bo'lmasa hozir to'lib ketib qoladi karzinkamiz. Endi
kulminatsion nuqtasiga keldik. Mana shu yerdan bitta to'liq olib chiqib ketsak bo'ldi. Menimcha this is working case ishlayapti ekan. Ketdik mashinasiga. Hindlarda burchaga ko'ryapsizlar, hammasi hindlarda kiyimlari. Ayollarniki va erkaklarniki. Endi sizlarga bitta narsani tushuntirib berish kerak. Bu Keniyada, Afrika davlatlarida hindlar nima qilyapti? Nega bunchalik ko'p ularning kiyimlari? Bu Hindiston ham, Keniya ham, nafaqat Keniya, juda ham ko'plab Afrika davlatlari Buyuk Britaniya mustamlakasi bo'lgan. Va mana shu mustamlakasi bo'lgan davlatlarda ichida bemalol xuddi avval SSR tomonidan O'rta Osiyo mamlakatlari bosib olingan va o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar chegarasi yo'q, bir-biriga borib kelavergan-ku. Xuddi shunday Hindistonliklar ham, hindlar ham bu Afrikaning boshqa mustamlaka, Buyuk Britaniyaning boshqa mustamlaka davlatlariga to'siqsiz, vizasiz osongina kelib ketavergan. Va shuning uchun ham Keniyada hindlar juda ham ko'payib ketgan. Bu Keniyada hindlar juda ham ko'p. Bir boshimga shuncha narsa olib qo'yganman, ochko'zlik qilib. Bularni mashinada olib yursa bo'lmaydi. Mana yogurtlar tezda achiydi, banan qorayib qoladi, mana torroz ham ras bo'lib qoladi. Ustilar esa achib qoladi. Mana unday bu yerga pishiriq bor. Bu ham aynib qoladi. Xullas, kechiktirmasdan yeyish kerak bo'lgan narsalar. Mana bu narsa esa haligi oshxonada ovqatlandim. Sabr qilib berishadi qo'yganimni. Xullas, mana shular hammasini yeb tashlashim kerak. Xullas xabaringlar bor. Nayrobi shahriga yetib keldim. Mana shu joydaman, apartament ekan, ya'ni bu yerda mana 3 ta, bir emas 3 ta yotoqxonasi bor ekan va mana shunday joy ekan. Hammasini o'zim oldim. $40 bir kunga. Tashqari esa mana bunday go'zal manzara. Mana shunday manzara tashqari. Общий balkon. O'tib yuraverasiz, u yerdan bu yoqqa. Doim bu narsalarimni esdan chiqarib yuraman-da. O'shaning uchun mana bitta life hack. Hozir ketishda mabodo sumkam bilan mana buni esimdan chiqib qolmasligi uchun pasportimni mana atela sumkam tagiga bostirib qo'ydim. Aniq bilaman, mana bu yerda hozir nimadan o'tkazmaydi, pasportsiz o'tkazmaydi. Mana bu samolyot tiketini ham nimani ham yirtib oladi, yarmini bilasizlar, samolyot biletini yarmini yirtib oladi. O'shaning uchun bostirib qo'ydim. Pasportni olish uchun baribir buni olishim kerak. O'shaning uchun ko'nglimni to'q qilib turaveraman. Sumkam aniq esimdan chiqmaydi. Agar o'sha pasportni olib hozir cho'ntamga solib oladigan bo'lsam, yo'nalish ochilish bilan shunday turaman, pasportimni tik qilib o'tib ketaveraman, sumka qolib ketaveradi. Bu shlyapalarni esa ko'tarib yurishga erindim. Ikkalasini kiyib ola qoldim. Yarashibdimi? Samolyotimizni kutib o'tiribmiz. Mana unda kichkina bananchalardan olib kelib olganman. Reysimizni kutib o'tirgan vaqtda nima desa bo'ladi? Qorn ochsa, bemalol qorni to'q tutadi-da bananlar. Qo'shimcha narsalar olib yurish shart emas. Ovqat, non, choy, suv olib yurish shart emas. Bitta bananda o'zi yetar. Ichi suvli bo'lgani uchun suvda ham unini bosib ketaveradi. Keniya aeroportida uchish joyidamiz. Samolyotimizni kutib turibmiz. Hozir menga ko'zim tushib qoldi. Qarang, nechta razvedka qo'yib tashlagan. Ingliz tilida IELTS borlar, iltimos bitta narsani tarjima qilishga menga yordam berib yuboringlar. Yordamlaringiz kerak bo'lib qoldi. Rosa qiziqyapman-da, buni ma'nosi nima ekanligiga. Mana. Ladies and gentlemen, ana mana shuni tarjimasini nima degani? Rosa ham qiziqaman, qancha samolyotga uchaman, hech ham bilmayman-da shuni ma'nosini. Bu o'zbekchada aytilsa ham baribir ham tushunmayman. Ana jaluzi yopildi. Oqchoylar, oliy tabaqalilar tomonidan jaluzisi yopildi. Menimcha bizga o'xshagan past tabaqalilarni anonisi baqir-chaqiruvlarni g'ashiga tegyapti menimcha. Jaluzini yopib qo'yishdi.
Hurmatli o'zbeklar, vatandoshlar, biz yolg'iz emas ekanmiz. Dunyoda bizga o'xshash boshqa xalqlar ko'p ekan. Chunki o'sha samolyot to'xtagandan keyin hali to'xtab-to'xtamasdan turib olish bu nafaqat bizning qonimizda, balki mana Afrikada ham ko'p davlatlarda bor ekan bu. Deyarli 90% turib olgan mana shunday. Biz yolg'iz emas ekanmiz, xullas xafa bo'lmanglar. Ana boyaga men aytgan gaplar eshitilyapti kolonkadan va Oqsuyolar tomon ochildi. Chunki samolyotimiz qo'ndi.